2000 yil oldingi kompyuter, Antikythera mexanizmining siri. Tasavvur qiling, bugungi smartfonlar, kompyuterlar va sun'iy intellekt hali mavjud bo'lmagan davr. Ammo aynan shu davrda, bundan qariyb 2000 yil oldin insonlar osmon jismlarining harakatini hisoblay oladigan murakkab mexanizm yaratgan. Bu Antikythera mexanizmi. U shunchalik murakkab ediki, olimlar uzoq vaqt davomida bunday qurilma o'z davri uchun qanday yaratilganini tushunishga qiynalishgan. 1901-yil Yunon g'avvoslari Gretsiya yaqinidagi Antikythera oroli atrofida cho'kib yotgan qadimiy kemani topishadi. Kema taxminan 2000 yil oldin cho'kkan edi. Uning ichidan haykallar, tangalar, zargarlik buyumlari va boshqa qadimiy buyumlar topiladi. Ammo ular orasida oddiy ko'rinadigan, zanglagan bronza bo'laklari ham bor edi. Dastlab hech kim bu bo'laklarning aslida nima ekanini bilmasdi. Keyinchalik olimlar ularning ichida juda ko'p mayda tishli g'ildiraklar borligini aniqlashdi. Va shunda haqiqiy sir boshlandi. Qadimgi kompyuter Antikythera mexanizmi ichida 30 dan ortiq tishli g'ildiraklar bo'lgan. Ular bir-biri bilan aniq nisbatlarda harakatlangan. Mexanizmni maxsus dastak yordamida aylantirganda uning ko'rsatkichlari osmon jismlarining harakatini hisoblashga yordam bergan. U quyosh va oyning holatini kuzatish, oy fazalarini aniqlash va astronomik hodisalarni hisoblash uchun ishlatilgan. Eng hayratlanarlisi esa mexanizm tutilishlarini oldindan hisoblashga ham yordam bergan. Ya'ni qadimgi insonlar minglab yillar oldin osmondagi hodisalarni matematik hisob-kitob orqali bashorat qilishga uringan. Shuning uchun Antikythera mexanizmini ko'pincha dunyodagi eng qadimgi analog kompyuterlardan biri deb atashadi. Qanday ishlagan? Mexanizmni ishlash prinsipi aslida juda qiziq. Tasavvur qiling, siz bir nechta tishli g'ildiraklarni bir-biriga ulayapsiz. Bitta g'ildirak aylansa, ikkinchisi boshqa tezlikda aylanadi. Shu prinsip yordamida qadimgi muhandislar osmon jismlarining murakkab harakatlarini mexanik tarzda modellashtirishgan. Masalan, Oy Yer atrofida bir xil tezlikda ko'rinmaydi. Antikythera mexanizmining ayrim qismlari aynan shu murakkab harakatni hisobga olgan. Bu esa o'sha davr muhandisligi uchun nihoyatda ilg'or yechim edi. Ammo bitta savol hanuzgacha odamlarni hayratga soladi. Bunday murakkab qurilmani 2000 yil oldin qanday yaratishgan? Chunki mexanizmning aniqligi va konstruksiyasi uning yaratuvchilari astronomiya, matematika va mexanikani juda yaxshi bilganini ko'rsatadi. Eng qizig'i, tarixda Antikythera mexanizmiga o'xshash darajadagi murakkab mexanik qurilmalar haqida ma'lumotlar juda kam. Go'yoki bu texnologiya o'z davridan ancha oldin bo'lgan. Bugungi texnologiya uni qanday o'rgandi? Mexanizm dengiz tubida qariyb 2000 yil yotgani sababli uning katta qismi yemirilib ketgan. Ammo zamonaviy olimlar rentgen tasvirlari, uch o'lchamli skanerlash va kompyuter modellashtirish yordamida uning ichki tuzilishini qayta tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda olimlar mexanizmning qanday ishlaganini tobora yaxshiroq tushunishmoqda. Ammo uning yaratilish tarixi va asl muallifi haqida hali ham savollar mavjud. Antikythera mexanizmi bizga bitta muhim narsani ko'rsatadi. Texnologiya tarixi biz o'ylaganimizdan ancha qadimiy. Kompyuterlar, robotlar va sun'iy intellektdan minglab yillar oldin ham insonlar murakkab muammolarni mexanika va matematika yordamida hal qilishga harakat qilgan. Dengiz tubidan topilgan zanglagan bronza bo'laklari esa bizga qadimgi dunyo haqida hali bilmagan narsalarimiz juda ko'p ekanini eslatib turadi. Balki Antikythera mexanizmi yo'qolib ketgan qadimiy texnologik bilimlarning faqat bitta namunasi bo'lgandir. Sizningcha bundan 2000 yil oldin bunday mexanizmni yaratish qanday amalga oshirilgan? Bu haqiqiy texnologik yutuqmi yoki biz hali qadimgi dunyoning ilm-fanini to'liq tushunib yetmadikmi?